أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Hürmetli kardeşler, bugün sözümüzde boğunumuz Kur'an tefsiri dersimizin 3. dersi, Surat-ı Nisa'nın 3. ders. Yani Surat-ı Nisa suresinin 11. ayetinden 14. ayetigacha bo'lgan miros hukmlari haqidagi oyatlar. Oldi bilan biz bu bugun so'zlamoqchi bo'lgan oyat bilan ilgirki oyatning munosabatini so'zlab o'taylik. Bu oyatlarning munosabati Alloh taolo ilgirki oyatlarda yetimlarning haqqini yeb olmaslik haqida so'zlagan edi. Shuningga qatib urug' tuqqanlarnikimi erlarning ota-onasi urug' tuqqanlar qoldirgan merosdan haqqı bağlıqını, ayollarning urug' tuqqanlari ota-onalar qoldirgan merosning haqqi bağlıqını Alloh taolo bayon qilib, shu yerda bir ko'rinish, meros hukmidan bir ko'rinish so'zlab o'tgan edi. Endi bugun bo'lsa, bugungi darslarda tafsili bayon qiladi. Alloh taolo meros hukmlarini Sura Nisoning shu dastlabki 11. 12. oyatida va oxiridagi, eng oxiridagi 176. oyatida tafsili bayon qilib o'tdi. Barliq meros hukmlarini. Undan keyin Alloh taolo mana bu surada, bugungi surada tafsili bayon qilib avlodlarniki, ya'ni o'g'il, qiz avlodlarniki oladigan meros ulushlarini, ondan keyin ota-onalarniki oladigan meros ulushlarini, ondan keyin er xotinlarning oladigan meros ulushlarini, ondan keyin o'g'il qarindosh, qiz qarindoshlarning oladigan meros ulushlarini bayon qilib, kimki mush Alloh taolo ko'rsatib bergan belgilamalariga bo'ysunib, shu bo'yicha merosni ayirishib, shu bo'yicha ayiradi ekan, buningga ostidan o'stanglar turadigan jannat, mangu qoladigan jannatlar borligini, kimki mushu Alloh taolo ko'rsatib bergan, bayon qilib bergan aniq uchuq belgilama bayonotlardan aqlab o'tib ketib, zulm qilib boshqalarning haqqini yeb oladi ekan, buningga amal qilmaydi ekan, uningga mangu qilish taqdir qilingan jahannam bor ekanligini Alloh taolo tafsili bayon qildi. Bugungi barliq darslarning umumiy mazmuni shu. Alloh taolo deydiki: "A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Yusikumullahu fi evladikum lizzekeri mislu hazzil unsayeyn. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث
من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولهم عذاب مهين صدق الله العظيم. Allah subhanahu ve ta'ala ve tekaddes bunu ayetlerde deydi ki Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi evladikum. Allah Taala sizlerning avlodlaringlar haqida sizlarga shundoq tavsiya qiladi. Tavsiya qiladi degani tapilaydi, jikilaydi degan bo'ladi. Ya'ni Allah Taala sizlarga sizlarning avlodlaringlarning miros ishi haqida odillik qilishga buyuruydi. Lizzakari mislu hazzil unsayayn. Erkekka ayolning ikki ülüşünün o'xshi. Ya'ni meytning qapqagan balasi o'g'il bo'lsa, mirosdan ikki qizning ulushini o'xshini oladi. Mana bu miros qoidasidagi eng qoida kulliya, ya'ni umumiy qoida deb ataladi. Er kishi 2 kishilik, ayol kishi 1 kishilik. Er kishi 2 kishilik, ayol kishi 1 kishilik. Ham buningdagi hikmatlarni buningdagi tafsili bayon qilinadi. Buningdagi hikmatlar bo'lsa, birinchi bir uyda bir odamning bir qizi bir o'g'li o'lib qolibdi. Bu odam o'lib qolibdi. Yana bir uyda bu odamning bir qizi, yana bir o'g'li o'lib qolibdi. Demak, ma qiz bola bir hassa oladi, ma o'g'il bola 2 hassa oladi mirosdan. Uydagi shunday oladi. Endi ma qiz bola bilan uydagi o'g'il bola to'y qilsa, qiz bola bilan ma uydagi o'g'il bola to'y qilsa, demak hammasi endi shu degan gap. Hammasi shu degan gap. Qiz bola bir hassa olib chiqsa, qiz bolaning eri 2 hassa miros olib ketdi uyga. Demak, yana oxir tanishib ketadi bir. Yana biri er kishiniki uydagi mas'uliyati ig'ir. Ayol kishiga qaraganda uy tutadigan har qanday mas'uliyati, har qanday chiqim mas'uliyat er kishining minganligi uchun er kishiga 2 kishilik miros tegadi. Yana bir bo'lsa, agar qarz bo'la qolsa, tanisining qarzmi o'xshashla o'g'il bola 2 kishilik minadigan qarz tutgan ish. Miros olganda 2 kishilik mingan bilan qarzmi o'xshash yuklanadi. Shuning uchun lizzakari mislu hazzil unsayayn mirosning eng dastlabki umumiy qoida, buni kalamda tushunishimiz kerak. Fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn. Agar ular hammasi meytniki qoldirib qo'ygan varislari hammasi qiz bo'lib qolsa, fawqa ithnatayn, ya'ni 2 dan yuqori qiz bo'lib qolsa, falahunna thulutha ma tarak. Ularga meytning qoldirgan mirosining 3 dan 2 qismi tegadi. Ya'ni bu 2 qizga meytniki qoldirgan mirosidan 3 dan 2 qismi tegadi. Hammasi qizdan bo'lib qolsa. Agar ve in kanat vahidatan falaha nisf. Agar meytning qoldirib qo'ygan varisi faqat bir tonna qiz bo'lib qolsa, bir tonna qiz mirosning yarmini oladi. Endi Allah Taala dastlabda lizzakari mislu hazzil unsayayn degan bir erga 2 ayolning ulushi tegadi deb boshladi. Ota-onanikidan burun balvoqinikini boshladi. Nimishqa deganda, chunki mirosda balvoqa ota-onadan ilgari o'rin qo'yiladi. Miros tarqitishda balvoqa ota-onadan ilgari qo'yiladi. Dastlabda balvoqa tarqitilib, undan keyin ota-onaga tarqitiladi. Shu sababdan mesela asabalik yo'lidimi, asaba degan so'zni tushunib o'tamiz. Asaba jihatdimi dastlabda balasi turdi, undan keyin dadasi turdi. Ve Allah Teala dedi ki
ve li ebeveyhi li kulli vahidin minhuma sudus. Endi ata-ana keldi. İkinci miras, birinci miras atkan kişi nima oldu? Ugal kız. Endi ugalniki merde iqtidai nefsden çıkıdı. Kız dastlabda bir o'g'ilga ikki qizniki ulushi tegadi, hissasi tegadi deb dedi. Undan keyin agar qiz yolg'iz qiz bo'lsa, mirosning yarmi tegadi. Agar ikkidan yuqori qiz bo'lsa, mirosning 3dan 2si tegadi dedi. Endi demak bundan yana yolg'iz qiz bo'lsa, mirosning yarmi tegadi degan gapni agar yolg'iz o'g'il bo'lsa, mirosning hammasi o'g'ilga tegadi degan bo'ldi. Mirosning hammasi o'g'ilning, yolg'iz o'g'il bo'lsa, agar qiz o'g'il oilash bo'lsa, o'g'ilga 2 kishilik, qizga 1 kishilik. O'g'ilga 2 hissa, qizga 1 hissa muhida tegadi miros. Endi ikkinchi xatoga o'tdi. Ikkinchi xato vali abawayhi li kulli wahidin minhum as-sudus. Qiz bolaning ya'ni maytning hamda abawayhi ya'ni maytning ota onasiga har biriga 6dan biri. Har biriga 6dan 1 tegadi. Ya'ni mayt qoldigan mirosdan maytning ota onasiga har biriga 6dan 1 tegadi. Agar shu shart bilanki agar maytniki bola vaqslab qolsa, maytning o'g'il bo'lsin, qiz bo'lsin, bola vaqslab qolib qolsa, maytning bolasi bo'lib qolsin, o'g'li bo'lsin yoki qiz bo'lsin, yoki hatto o'g'lining o'g'li bo'lsin yoki o'g'lining qizi bo'lsin, ish qilib maytning shu bolalari bo'lib qolib qolsa, ota onasiga 6dan 1 tegadi. 6dan 1 ota onaniki miros belgilemesi bola vaqsi bo'lsa, maytning 6dan 1. Agar maytning fa illam yakul lahu waladun fawarithahu abahu. Agar maytning hech qanday bolasi bo'lmasa, u maytning ota onasiga mirosat qilish bo'lsa, maytniki hech qanday bolasi bo'lmasa, u chaqda qanday maytning ota onasi yolg'iz mirosat qilish bo'lsa, ondan bolasi bo'lmasa boshqa maytning ota onasiga mirosat. Shu vaqtida qanday qildi desa, shu vaqtida maytning fali ummi thuluth. Shu vaqtida maytning hech qanday bola vaqti yo'q ekan, bola chaqasi yo'q ekan, maytning ota onasiga bo'lsa, shu vaqtida ota onasiga miros atu, ota onasiga miros olsa, u chaqda onasi 3dan 1ni atu. Onasi 3dan 1ni atu. Endi agarda maytning ota onasiga ham qapti, bola vaqti yo'q ekan. Lekin maytniki ya eri ekan, ya maytniki ulab qolgan maytning nimasi ekan, xotini ekan. Xotini ekan bo'lib qolsa, mushu chaqda bir o'zgarish yurdi. Onasi dastlabda maytning eri ulab maytning eri qolib qolgan bo'lsa, eri mirosning yarmini atu. Masalan, miros 6 dasiga bo'lsak, mirosniki 3ni maytning eri olsa, qolgan 3ning 3dan 1ni onasi atu, qolgan 3dan 2sini dadisi atu, maytning dadisi. Bundaq. Agar maytniki hech qanday bola vaqti yo'q. Hammasi bola vaqti yo'q maytniki. Faqatlam maytning onasi, dadisi bor va xotini qolgan bo'lsa, maytning xotini qolgan bo'lsa, bu chaqda maytniki xotini bu chaqdagi mesela 4 hissəyə bölünüb miras. 4 hissəyə bölünüb, maytning xotini mirosning 4dan 1ni atu, onun kenidən qolgan qismini maytning onasi 3dan 1ni atu, qolgan 3dan 1ni atu, qolgan maytning dadisi 3dan 2 qismini atu. Qolgan yəni asabalik bilan atu. فإن كان له إخوة أمد أطعنا نكي مسلق قبقاسا أجر بالو أقصلق قاسشو أطعنا نكي فإن كان له إخوة فليأمي سدس أمد أطعنا بالو سلق قبقاسا beş tuzlab bo'ldik. 6dan 1 atgan bo'ldi ota-onasi. Bola so'may qolib qolsa, onasi 3dan 1ni qolib qolgan mirosini dadasi atgan bo'ldi. Agar mayitning qarindoshlari bo'lib qolib qolsa, mayitning qarindoshlari bo'lib qolib qolsa, fali ummihi sudus. Mayitning onasiga mirosdan 6dan 1 tegadi. Ya'ni agar mayitning ota-onasi bilan birga mayitniki qarindoshlari 2dan yuqori hamda 2dan yuqori qarindoshlari bo'lib qolib qolsa, bu chaqda ona shu chaqda 6dan 1ni g'ana miros atu, qog'inni dada atu, lekin ma qarindoshlar miyada mirosdan mahjub bo'lib qoldi. Mahjub, hirman, hajib hirman shaklda butunlay mirosdan mahrum bo'lib qoldi, lekin mirosdan mahrum bo'lib qolib turib, onasini 3dan 1ni miros atqayadan 6dan 1ga kelib qo'ydi. Endi bu yerdagi hikmat nimishqa dada mirosni jaqati onadan desa, nimishqa dada shu bir tuqqan qarindoshining chiqimini qilish dadaning ustiga yuklangan, onaning ustiga emas. Va dadaniki molga bo'lgan ehtiyoji aniq qaraganda ko'p bo'ladi.
Şu sebepten dadığı köprek tegidu, anıga azraq tegidu. Min ba'di vasiyetin yusi biha evdeyn. Endi biz mishada muhim bir masalani so'zlab bitib ketaylik. Bu şu miras qoidasini tushunish uchun biz eng muhim tushunmoqchi bo'lmaydigan qoida dastlab miras uchki Qur'oni Karimda nimalar belgilemeleri, miqdorlari tilga ilinganlar deb ashabul furud deb bir qismga bo'linadi. Undan keyin asaba deb birga bo'linadi. Asaba degan bu şu Qur'oni Karimda 3dan 1 tegidu, 20 tegidu, 6dan 1 tegidu deganlardan eshib qilgan miras şu asabaga tegidu. Asaba degan gap meyitniki uğal cemaati tuqquni. Yani kız aralashmagan uğal cemaati tuqquni asaba o'ti. Mush asaba mush xulutu bir asaba bin nafs, asaba bil g'ayr, asaba ma'al g'ayr deb uchga bo'linadi. Yani asaba bin nafs degan gan uğal tuqqanlari metniki. Asaba bil g'ayr degan metniki uğal tuqqanlardan birliki qiz bi tuqqanlari o'xshash darajalik. Bu şu uğal tuqqanlar bilan billa asabaga aylanadi. Üçüncüsü asaba ma'al g'ayr. Metniki bu asabalikini kimden aladı? Şu nimadan aladı? Yani bir uğaldan emas belki şu karşı tarafta bir kız bulup kalsa, metni asaba bir kız bulup kalsa, şu g'ayr bilan bo'lgan asaba bulup kalgan kız bulup kalsa, şu kız bilan bu asabalikni aladigan kız bir tuqqanlar. Bunu tafsilikin bayon qilamiz. Mana bu asabani obdan bilish kerak. Asaba degan kim desam de tafsil asaba bin nafsini bir so'zlab o'tib bilay. Dastlabda uğal asaba. Mushu Allah Taala Qur'oni Karimda bayon qilgandan keyin otqini ish qilgan mirasini otqini o'g'li atu. O'g'li yoki o'g'lining o'g'li atu. Agar o'g'lining o'g'li bo'lmasa, dadisi atu, dadisi bo'lmasa, dadisining dadisi atu, endi to'pigicha. Agar o'lim bo'lmasa, joqda metning bituqqanlari atu, o'g'il bituqqanlari atu. Agar metning o'g'il bituqqanlari bo'lmasa, metning o'g'il bituqqanlarining o'g'illari atu qanchalik to'yalib kelsa, ya'ni narusgacha. Ham o'g'il. Agar o'lim bo'lmasa, metniki dadisining bituqqanlari atu, ya'ni metning tag'alari andi. Agar o'lim bo'lmasa, bo'zniki bituqqanlari, tag'isiniki o'g'illari atu. Agar bo'lmasa, ayni mushu qoida bo'yicha, mushu tartib bo'yicha ketadimdi. Gapni uzatmaylik. Mushu tartib bo'yicha mana asaba. Mushuni hamda 3dan 1 qatqin kim qatqanda shu asabaga qatdi. Eng dastlabda o'g'li bo'lmasa, dadisi bo'lmasa, bituqquniga shu qisqa tarafni so'zlaylik. Hamda bu vasiyatni qachon ijro qilinadi desa, nima qachon tarqitiladi, miras qachon tarqitiladi desa, min ba'di vasiyatin yusi biha awdayn. Ya'ni meyyit vasiyat qilgan vasiyat ijro qilinib bo'lgandan keyin va qarz ado qilinib bo'lgandan keyin. Endi bunda bir qoida bor. Meyyit o'lgandan keyin bir necha xil ish bor. Shu ishni qilib bo'lgandan keyin miras tarqitiladi. Birinchi ish meyyitni tajhiz, ya'ni meyyitni yuyib, kipallab, dafn qilib yerliga qo'yish. Mau eng dastlabki mirasni bilashmay turib, mushuni meyyitdan qolgan pul mol mushuni sarf qilinadi birinchi. İkinci meyitning qarzi olsa qarzini ado qilish. İkinci bo'lib meyitning qarziga sarf qilinadi qolgan pul. Üçüncü meyit vasiyat qilgan bo'lsa, meniki qolmalimda bunchalik qismini bir yerga vasiyat qilgan bo'lsa, shu vasiyatni ijro qilinadi. Shu vasiyat meyitning qoldigan moldan 3dan 1ning ichida bo'lsa, agar 3dan 1ni ziyodlab ketgan bo'lsa, uni 3dan 1ni ziyodasiga amal qilinmaydi, 3dan 1ga g'ana amal qilinadi. Dördüncü kılıp onu kendinden miras taktırdı. Mana şu Allah Teala min ba'di vasiyetin yusi biha awdayn davatıdı. Abaukum ve abnaukum la tedruna eyyuhum aqrabu lekum naf'an faridatan min Allah dedi. Sizlerin ata analarınla, sizlerin oğullarınla, balavaqanla, ulanın qaysının sizlerge en yakın ekanligini bilmeysizler. Faridatan min Allah. Bu belgeleme Allah Teala tarafından bo'lgan bir belgelemedir bu miras qoidasi, miras ahkomlari. İnnalloha kana aliman hakim. Allah Teala her şeyini bilgüçü, her şeyini hikmet bilan qilg'uchi zotdir. Yani Allah Teala miras qoidasiga o'zi alohida ega bo'lib, o'zi alohida bayon qildi. Boshqa masalada namozni o'qinglar, aqimus salata namoz o'qinglar bu tafsili
Munda spirsallar için munda bayan kılmagan Allah Teala. Zakatını bilmeden bunun tefsili ve nisab miktarlarını anda bayan kılmagan. Hiç kanda bir perezini var o. Miras kaidelerini bayan kılgandek Allah Teala bayan kılmagan. Hem de sila Allah Teala demek ki. Eğer bu iş insaniyetke sila kitap şu olsa sila bazı ballarınlık canlık uzkunda mağabalam abdan da bunu mirasını cek bitmede bazen ballarınlığa onu çetkakı bu eskide onu çetkakıtıp adılsızlık kılışına mümkün ve bazen ballarınlığa abdan da çıkan cek bitmede tuğan ballarınlığa eski çıkıp kılış mümkün. Allah Teala adıllık kılan bir taraf kılıştı en adım. Şuna Allah Teala'nın dini bu çıkınına senin hissiyatına devamlık senin hata yolu başlayıp sattı. Allah Teala abdan böyle de şu anda çiğnini çıkamayı Allah Teala belgilep belgileme bu iş kılınına Allah Teala hemen abdan böyle de o. Devam edelim. Andakin Allah Teala hem de 5 tane şu kızlarınki ülüşünü bayan kıldı hem de şununki manevi halette oğullarınki ülüşünü bayan kıldı oldu. Onunki ata-ananınki ülüşünü bayan kıldı oldu. Hem de xotunun mirasını ve anı bir tukkan dadbilek anı bir tukkanınki mirasını bayan kılışa başlaydı Allah Teala. Dedi ki velekum nisfu ma tereke ezvacukum illem yekun lehunne veled. Hem de ey erlemdi sizlerning ayollarınla kaldırıp koygan mirasniki sizlerning ayollarınla kaldırıp koygan mirasının eğer ayollarınlarning balası olmasa o bala sizlerge ügey olsun yoki sizin üzerinin balan olsun çıkıp ayollarının balısılıkin bo'lmasa sizlerge şu mirasının yerimi tegedi. Hem de ya da erniki mirası bayan kılında erniki erning ayoluyla qilgan bo'lsa bu ayolniki erge ügey olsun yoki erge ügey olmasun balısılan bo'lmasa erge mirasının yerimi tegedi. Fe in kana lahunna waladun falakumur rubu' mimma tarakin. Eğer bu ayollarniki balısılab qolib qolsa, o sizlarga ügey olsun yoki ügey olmasun balısılan bo'lib qolsa sizlarga mirasning 4dan 1 tegedi. Balısılan bo'lib qolsa bu ayollar qoldirgan mirasdan sizlarga 4dan 1 tegedi. Endi musherga bala degan gapga icma sahabelerinin icması bilan uğalının balası, uğalının kızı olsun ya uğalının oğlu olsun şu kişi şunun katarı kirgizip öteledi. Min ba'di vasiyetin yusina biha ev deyn. Hem de benim muşumu yusina biha. Aşu ayallar vasiyet kılan vasiyetini icra kıp boğandın ken ve ayalların karşısına ada kıp boğandın ken andaki muş mirasında tarkıtıldı. Yani bu ayette min ba'di vasiyetin yusina biha ev deyn deb yusina biha deb Allah'ı bir uzun sözleşme var. Asli yusina biha demi min ba'di vasiyetin ev deyn deb koysun bu anladın mı? Yusina biha deb Allah'ı da vasiyet kılgan vasiyetini cak boğandın ken ya qarzdın ken dedim ama qarz degende kısa sözlerde yusina biha uzun sözlerde demiş kadese qarzını ilgiler degen qarzın bada tutup gitu. Anda met ölgen aman ilgiler tutup gitilken vasiyetni uçursa vasiyet degen aşu varisliğindeki insaf olganan bağlıq. Met ülap qap olgandan keyin onu oynamış qılmanlığımızdan degan adam yok. Şunun için vasiyetke qattiq ahmet biringlar. Vasiyet bek bunu tutkul adam yok sizlarga bu sizning insafingizga bağlıq qiyomat kuni siz do'zaxda yotgan bek muhim ish bu. Şu 3dan 1dan vasiyetni qanday qilib unutqanmanglar. Qarz bo'lsa ado qilib problem vasiyetni bir jaqılığında Allah Taala yusina biha deb vasiyetni bek kuchlantirib deb qo'ydi. Şu alayda uzun so'zladi. Ve lehunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Yani ayollar hem de eğer ülap qağını silib olab qalsanglar, ayollarınlarga eğer sizlarniki ballarınlar olmasa, ayollarınlar ügey olsun yoki ügey olmasun, ballarınlarken bo'lmasa, ayollarınlar mirasning 4dan 1ni atı. Bu ayol bir ayol olsun şu 4dan 1ni atı, eğer 4 ayol olsun şu 4dan 1ni atı. Hemisi ortak bölüşüp 4dan 1ni mirasning qolgan 4dan 1ni şu bölüşüdü. Eğer sizlarning balanglar qolib qolsa, eğer sizlarning o ayollar ügey olsun yoki ügey olmasun, balanglar qolsa, o ayol bir ayol olsun yoki 4 ayol qolsin, o ayollarga sizlarning qolgan mirasdan 8dan 1 tegadi. 8dan 1 ulush tegadi. Ayollarniki balası va ayollarniki eğer bir adamın 4 xotun olsa, bir ayolning balası olib qolsa, şu 4 xotunning biri 8dan 1ni atı mirasniki. Anladın? Eğer balası olmasa 4 xotunning biri 4dan 1ni atı o'xshash. Min ba'di vasiyetin tusuna biha ev deyn. Sizlar vasiyet qilib bo'lgandan keyin yoki sizlar vasiyet qilgan vasiyatni ado qilib bo'lgandan keyin, ijro qilib bo'lgandan keyin va qarzni ado qilib bo'lgandan keyin ammo shu ayollarniki beriladigan belgili miqdorini berilsizlar, belgilangan miqdorini berilsizlar. Endi bu yerdagi min ba'di vasiyetin tusuna biha ev deyni takror keltirishdiki
Maksat bu uçuk. Yani bu qarz bilan vasiyatni ijro qilish bu jamon muhim ish. Shunga buni tabii uçuk Qur'onga men ba'd degandan mirosni bo'lishda shu qarzni ado bo'lgandan keyin vasiyatni ijro qilib bo'lgandan keyin bo'lishlar. Va in kana rajulun yurathu kalala. Endi agar mirosi elinadigan odam ota-onasi yo'q, bola-chaqasi yo'q odam bo'lib qolsa. Kalala degan men gapdasiz kalala degan bir odamniki bolasi yo'q ekan, ota-onasi yo'q ekan bu odam o'lib qolibdi. Bu kalala degan gap kelle degan gapdan chiqqan gap. Kelle degan ojizlik degan gap. Ojizlik. Biz kellar rajulu deydi, kishi ojizlab o'tdas qo'ldan madar kessa, kella deb qo'ydi. Bizning Uyg'urda men kella degan gap, kella degan kilin degan gap, yani kellim deb qo'ydi, yani ojiz deganni bildik hamda. Yani ve in kana rajul agar mirosi elinadigan er kishi, yani meyit demekçi. Ota-onasi yo'q, bola-chaqasi yo'qlab qolib qolsa, aw imra yoki mirosi elinadigan ayol ota-onasi yo'q, bola-chaqasi yo'qlab qolib qolsa, shu chaqda qanday qildi desa, vala uni hamda shu meyitniki ya o'g'il qarindoshi ya hamda meyitniki ya ota-onasi yo'q ekan, ya bola-chaqasi yo'q ekan miros atgan. Yolg'iz yakka yegan odam ekan bu. Anda bo'lsa faqat uning nima ekan, ya ana bir dadi bilak o'g'il qarindoshi ekan, ya ana bir dadi bilak qiz qarindoshi ekan. Bunda holatda qanday qiladi desa, buniki shu o'g'il bo'lsa oldidan birini atu. Bu meyitniki shu ana bir dadi bilak qarindoshi o'g'illab qolib qolsa oldidan birini atu, qizilab qolsa oldidan birini atu. Mushu basildigan ham umumiy 5tiki er kishi, 2 kishilik ayol kishi, 1 kishilik degan mushu qoidaga amal qilinmaydi. Nima nas Alloh taolo nas uch oyat keltirgan. Shunda mushu meyitniki ota-onasi bo'lmasa, bola-chaqasi bo'lmasa miros atgan. Bu meyitniki faqat shu ana bir dadi bilak ya o'g'il ya bir qiz bidangan bitqin qilgan bo'lsa, shu o'g'il bo'lsinmi, qiz bo'lsinmi o'xshash oldidan birini atib faqat. Oldidan birini atib. Agar ular shu qilib qolgan, shu ana bir dadi bilak qarindosh agarda birdan ko'p bo'lib qolsa, ya'ni 2 yoki 3 yoki 4 degan birdan ko'p bo'lib qolsa, ular 3dan 1da bu meyitdan qolgan mirosning 3dan 1da o'rtoqlashadi bular. 3dan 1da o'rtoqlashadi. Agar buningda er ayolamiz barobar. Bu demishadiki degan gap nimishqa ana bir dada bilak bitqan desa, bu eng oxirgi inson eng oxirgi oyatda agarda bunday kalala onasi yo'q, ota-onasi yo'q, bola-chaqasi yo'q adam o'lib qolsa, buning agarda bitqini bo'lib qolib qolsa, qiz bitqinlab qolsa mirosning yarmini oti degandan, agar o'g'il bitqinlab qolsa mirosning hammasini oti degan gap chiqdi. Mana endi oyatda bunda tursa bu qarama-qarshi gap ekan bu desa, qarama-qarshi gap emas. Mayadiki boshqa, yana bir boshqa qiroatlarda li degan gap bor. Va lahu akhun aw ukhtun li ummin deb o'qigan qarilar bor. Shuning uchun anabi dadi bilak bitqin olsa bunda shaklda oti demakchi. Min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn ghayra mudar. Yani bu vasiyat qilingan vasiyatni ijro qilib bo'lgandan keyin mirosni taqsimoti har qanday shaklda bo'lsin. Yoki qarz o'z qarzni ado qilib bo'lgandan keyin ghayra mudarrin degan shu varislarga ziyon yetkazilmagan, varislarning ziyonga uchirmagan holatida. Ya'ni endi qanday vasiyat qildi? Mudarrin degan meyitni hal alsak, bunu meyitni alsa, şu meyit vasiyatni varislarni ziyonga uchratmagan holatda vasiyat qildi degan bu. Va huwa ya'ni meyit shunday vasiyat qildiki, varislarni ziyonga uchratmagan holda vasiyat qildi. Varislar qanday qilsa ziyonga uchratmagan vasiyat, varislarni qanday qilganda ziyonga uchratmay vasiyat qilg'ili bo'ladi desa, melining 3dan 1dan ziyodini vasiyat qilyapmasa, melining 3dan 1dan ziyoda qismini u yoq ishlatib, yaxshi ishlar ishlatib bo'lyapmasa, bu ziyonga uchratmagan bo'ladi. Agarda bu endi 3dan 1dan ziyoda qismini bo'layotgan bo'lsa, buningga
3'ten 1 bu vasiyetke 3'ten 1 kalan amel kılınıdı. Kalganı mirasxo'rlarga tarqitib beriladi. Nimishqa payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima degan? Jabir radhiyallohu anhu ya Rasululloh, men bir mendan miras oladigan balvoqim yo'q, ota-onam yo'q. Shu meniki qiz bir qo'limdan bor. Hamma mollarimni shu hammani vasiyat qilib o'taymi dedim deganda payg'ambar alayhisalom eng oxir 3'ten 1ni qildi. 3'ten 1ni degan 3'ten 1 mi ko'p degan payg'ambar alayhisalom. Bu haqda İslam ko'p. Vasiyeten minallah. Bu Allah Teala'dan bo'lgan bir tavsiya. Allah Teala jikilgan bir qattiq buyruq bu. Topilgan buyruq, tavsiya bu. Bu oddiy ish emas. Vallohu alimun halim. Allah Teala intayin hammani bilguchi, nihoyatda ig'ir bosiq muloyim zot. Ya'ni Allah Teala'ning gapini anglamagan, buyruqni unamagan, buyuntavlik qilganlarni jazolashga oldirmaydi Allah Teala. Bir tutudi, tutmay qoladi ular. Tilka hududullah. Ana shu Allah Teala yuqorida so'zlab bitib bergan had chegaralar Allah Teala'niki qonunlari, miras qonunlari hammasi Allah Teala'niki had chegaralaridir. Yuqorida so'zlab o'tgan miras qonunlarning belgilamalari Allah Teala'ning chegaralari. Aqlab o'tish bo'lmaydigan qizil chiroqlar, qizil xatlari. Kimki Allah Teala'ga, Allah'ın Resulü'ne itaat qiladi ekan, Allah Teala onu aslında üstüne iqtirdigan, mengu qiladigan jannatga kirgizadi. Yani şu miras hükümlerinde, har qanday hükümlerde Allah Teala'nın degan anglaydi ekan, Allah Teala onu jannatga kirgizadi. Ve zalika el-fawzul azim. Bu adessiz katta nijatlik. Yaman katta muvaffaqiyat jannatga kirish. Mengu qiladigan jannatlarga aslında daryolar iqtirdigan jannatlarga kirish degan bu tasvirlab, til bilan tasvirlab bergisiz derecede katta muvaffaqiyat. Ve men ya'sillaha ve rasulahu ve yeta'adda hududahu, kim ki Allah'a asi buludu iken, Allah'ın Resulü asi buludu iken, Allah'ın haccıgalarını aklab edip gitdi iken, belgilep bergen miras kaidelerinden eşip gitip ya ziyade elvalı iken, ya başkaları kambırdı iken, Allah Teala'nın şu buyruk ahkamlarına amel kılmaydı iken, Allah Teala onu mengu kalıdığan devzak kirgizudu. Ve lehu azabun muhin. Onunla xalq qiluvchi azob bor. Ba'zi mufassirlar deydi ki, mishadiki xalq qiluvchi azob degan bu dunyoda mirasni, bir tuqqanlarning mirasini bo'zak etib yevagan odamga bu dunyoda bir alayda xalq miras yegan odam abdallamaydi, xalq deb ketadi. Oxiratda mangu qoladi dozaq degan bunday dalil bor. Shu miras masalasi yomon inchki masala, buni hargiz yevag'li bo'lmaydi. Uning keyin Alloh taolo endi Allah Subhanahu ve Teala ve Tekaddes Nisa suresindeki 11. 12. ayetinde tefsili mirasındaki ahkamlarını, yani kızının, oğalının, dadının, ananın, erinin, ayalının ana bir tuqqanlarniki miraslarını bayan qilgandan keyin endi Sur Nisa'nın 176. ayetinin en ahirki ayetinde yana uğal ana bir dadı bir yoki dadı bir qarindoshlarniki belgilemelerini mi o'lchamlarini Alloh taolo bayon qilib ketib ketadi ulushlarni. Nima deydi Alloh taolo? Yastaftunak. Ular sizdan fatvo so'rab keladi. Qulillahu yuftikum fil kalala. Kalala degan nabay 5ta so'zlab o'tdik. Ya'ni ota-onasi yo'q, balvoqsi yo'q bo'lgan meyd haqida Allah sizga fatvo berdi. Inimru'un halaka laysa lahu waladun, agar hech qanday balvoqsi yo'q, ya'ni ota-onasi yo'q, hech qanday yig'ichaqsi yo'q, meyddan birisi ulab qolsa, va lahu ukhtun, uni faqatla bir nima qolsa, ukht, ya'ni ana bir dada bir yoki dada bir qarindoshi ham bor ekan. Qiz qarindoshi. Falaha nisfu ma tarak. Bu qiz qarindosh shu meyddan qolgan mirosning yarmini oladi. Ve huve yarithuha. Endi aks taqdirda mushu masalani uzib ta'tisga o'rgan taqdirimizda, ya'ni ulab qolgani qiz bo'lib qolsa, meyd qiz bo'lib qolsa, miros oladigini o'g'il qarindoshlab qolsa, yarithuha degan shu qiz eshimiz yo'q, ota-onasi yo'q, balasi yo'q, qiz qarindoshining mirosini hammasini shu o'g'il qarindosh oladi. Qiz asi yarmini oladi, o'g'il asi hammani oladi. Chunki o'g'il 2 kishilik, qiz 1 kishilik. Demak, ya'ni har birini olsa, ayol yarmini oladi degan gap. İllem yekullaha velad, yani şu şartlanki eğer şu kız qarindoshniki şu kelaladinki ulab qolgan kelalarning nimasi olması gerek, hech qanday balvoqsi olması gerek.
فَاِنْ كَانَتَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ. Eğer bu uhtemde o ata-anası mı yok, balaksı mı yok bu meytnikке, kız karındaşı ikki qo'lab qalsa, ikki qo'lab qalsa, فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ. Ulağa 3'ten 2'si. O çağda yerimi tegmeydi, mirasın yerimi tegmeydi. 3'ten 2 kısmı tegidi. Ve in kanu ihveten ricalen ve nisa. Eğer ula anda kızgınam emez, ugal kırındaş, kız kırındaş, erkek, ayal aralaş olsa, o çağda felizzekeri mislu hazzil unseyeyn. Yani bir iki ayağının ülüşüne alıdı. Yubeyyinullahu lekum en tadillu vallahu bi kulli şeyin alim. Allah Teala sizlarning ezib ketmasliginlar uchun bu miras ahkamlarini tafsili bayon qilib beryotidu. Vallahu bi kulli şeyin alim. Allah Teala her şeyini bilguchi zot. Şoň bilan amal qilinglar deb 5ta vaidlarni 5ta bayon qildi. Uni gap uni mug'alliga dawzaq gap uni mug'alliga jannat beriladi deb. Şu miras masalasi intayin inchki masala. Endi biz albayınızı so'zlab o'tgan meselelerin tefsili bir sözle biteyli. Tefsili bayan qilib biteylemdi. Xulasalab biteyli. Mirasda 6 türlü kişi var. Bu kişiler mirasdan üzüp mehrumlab qalmaydi. Mirasdan üzüp mehrumlab qalmaydi. Bu kişiler olsa ata-ana. Ata-ana. Balavaqa onun kendinden ayal. Ayal. Yani iri ayali. Metnin ayali. Metnin balacaksı yani oğulniki kızı balacaksı degen. Metnin balacaksı ve nima metniki ata-anası. Mavla her qanday şarayitda mirasdan mahrum qalmaydi. Bas mirasdan bola mesela ata-anası 3'ten 1'ini atqan yoki 6'dan 1'ini atqan şuva. 20'ni atqan yoki 4'ten 1'ini atqan şuva. Ayal 4'ten 1'ini atqan yoki 8'den 1'ini atqan şuva. Onundan başqa işlerde bu mirasdan üzüp qalmaydi. Qağanlıcı dese qagan asabala en yakını atu yarqı qapqatu. Mesela ata-anası bilan qapqasa, metnin bituqqanlari miras olmaydi. Mesela çünkü metqa u bituqqanlı kim arqalıq tutaşqan, şu ata-anası arqalıq tutaşqan. Yani metqa her qanday bir şəxslə tutaşsa, şu şəxs miras alsa, onun bilan birlikdə tutaşqan ergeç küçüləri miras almaydı. Bu qaida kulli. Endi gapni xulosalab bitayli. Şunu bilishinglar kerak ki miras xola tuvandagidek bir necha turga bo'linadi. Miras atgan varislar. Birinchisi ashabul faraid deb ataladi. Yani Qur'oni Karimda Alloh taolo bizga aytdiki oyatlarda tafsili bayon qilib bergan, munchalik atu deb ulushlarni, nisivlarini bayon qilib bergan kishilar ashabul faraid deb ataladi. Ular kim desa kız. Birinci bayan kılan Allah Teala kızını bayan kıldı. Ashab-ı Faraz'ın kız. Kızga mirasını eğer yalnız kız olsa mirasının 20 tügüdü de bayan kıldı. Eğer 2'den yukarı kızla kalsa metniki mirasının 3'ten 2'si tügüdü de bayan kıldı. Ama kapağını kim tügüdü dese kapağını hemmesi asabe gitti. Asabe'ni satıp kim düşündü. 5'ini sözü bitti gaz kim düşündü bitti benim bir kıtım. 2'den yukarı kalsa mirasının 3'ten 2'si tügüdü. Hem de ve uğalının kızı mı kızgı tevemdi. Uğalının kızı mı kızgı teve. Yani tüven bak kesin uğalının kızı. Uğalının oğlunun kızı. Oğlunun kızı lap kesin mi? Hemisi kızgı teve oldu. Eğer kız bu mesela kız yokçaqda şu uğalının kızı kız bilen okşaş miras alalıydı. Yani yalğız olsa yerimini ya eğer yalğız olmasa iki yukarı kalp 3'ten birine atan gibi. Eğer kız mesela uğalının kızı olsa, uğalının kızıyla birlikte metnin kızı, udul kızı olap qalsa qanchani atı desa, o çağda 6'dan birini atı. Uğalının kızı yani nevre, uğalının kızı 6'dan birini atı mirasından, a kızı qanchani atı, o çağda 20'ni atı. İkisi a kızının 6'dan birini atı desa, tekmileten li thuluthayinde bir kaydı var. Allah Teala eğer iki kız olap qalsa, 3'ten 2'sini atı deganni tuluqlash uchun mav mirasini 20 mirasini 6 hassa qilsak 6dan 3ni aqız olsa mandan 6dan 1ni mav nerva qiz olsa bu chaqda mirasning 3dan 2 qismini mush 2 qiz olgan bo'ldi. Qur'oniki shu hukm bo'yicha bo'lgan bo'ldi, qapqog'ini ham asabaga.
Kapqatu. Endi mana shu qiz bola, o'g'ilning qizi kim bilan saqlab ketdi ama shu mirosdan mahrum qatgan qoidalar bu shundan to'nsan. Agar o'g'illab qolsa, maytniki o'g'illab qolsa, mirosdan mahrum qatmış qiz bola. O'g'illab qolib qolsa. Agar maytning 2 dona bir qiz olmay, maytning 2 dona qizlab qolib qolsa, mirosdan mahrum qoladi. Maytning 2 qiz olsa, 3dan 2 qiz ati onun qo'chadi. Takmilatel sulusayn degan qoida yo'q. Uçaqdan nerve qizga hech mi tegmaydi, o'g'ilning qizga hech mi tegmaydi. Faqatlan qanday chaqtig'i desa, endi mush o'g'ilning qizi bilan agar maytning 2 qiz olib qolib, o'g'ilning qizi bilan billa yoki uni tuvarglash o'g'illab qolsa billa. O'g'ilning qizidan o'g'il qarindoshlar qolsa, shu chaqda asabalik yo'li bilan, andin asabalik yo'li bilan qiz yerimasa o'g'il biyasi miras atu. Eshib qolganni, miraslardan ashabul faraiddan eshib qolgan mirasniki qilib qolgan qismini shular. Endi yine bir de söz ötdük. Biz hem de kızının gibi tükürdüm ama hem de anı bir dadı bir kız karındaşlar. Anı bir dadı bir kız karındaşlar eğer metniki eşkanda balısı olmasa, oğlu ya kız olmasa, oğlun oğlum olmasa, metnin oğlunun kızı mı olmasa, oğlum olmasa, kanda miras atı, xuddi kız balı okşaş miras atı. Yani kız balı okşaş, kız yalğız olsun yerimini atkan bolgan, eğer 2 nicada olsa 3'ten 2'sini atkan bolgan, kız oşaş mirası atı, kız karındaşlar, bu kız bala, oğal ya kız yok çağda, kız bolmay qap qalsa. Endi dadı bir, anı bir demez, dadı bir kız karındaşlar, bular anı bir dadı bir kız karındaşlar yok olsa, dadı selam bir kız karındaşlar, aşk kız bala okşaş mirası atı, yani yerimini atı, yalğız olsa 2 yukarısı 3'ten 2'sini atı. Endi muşu 2 fariqayni kız qarindaş, dadı bir kız qarindaş degen, dadı bir anı bir kız qarindaş, dadı bir kız qarindaş degen ma 2 fariqa kız olab qap qalsa, eğer maytning qizi ekan, maytning bir dana qizi ekan, bir dana nimasi ekan, maytning bir dana anı bir dadı bir maytning anı bir dadı bir qiz bir tuqquni ekan, maytning bir dana qizi olsa, maytning qizi mirasning yerimini atı, maytning a qiz bir tuqquni mirasniki yerimini atı. Ma yerimini qanda atı desa asabalik yo'li bilan atı. Bu asabalikni nereden qazangan desa bu asabalikni a qiz bola, maytning qizi bo'lganlik uchun ma o asaba ma'al g'ayr degan bu shu. Maytning qizi bo'lganlik uchun maytniki singlisi, ana bir dadı bir yoki dadı bir singlisi mirasning yerimini asabalik bilan yerimini atı. Mush hammasi o'g'il yo'q vaqtida, o'g'il yo'q. Yoki o'g'il mirtqon yo'q chog'da atamda. Endi bular şu asabaligi bulunduğu qachon yo'qolib ketdi desa, bu qiz qarindosh, ana bir dadı bir qiz qarindoshning yoki dadı bir qiz qarindoshning asabaligi maytning o'g'li bo'lib qolib qolsa, buni saqtut, asabaligi yo'qolib ketadi. Va maytning o'g'lining bo'lib qolsa, buni asabaligi amaldan qoldi. Endi dada va bu bilan mu amaldan qoldi. Dadasi agar maytning dadasi bo'lib qolsa-mu, bir tuqqanlarniki, o'g'il qiz bir tuqqanlarniki asabalik amaldan qoldi. Bu solab qolsa-mu yana o'sha amaldan qoldi. Endi yana bir Alloh taolo yuqorida yana bir narsa deb o'tdi, ya'ni ananing balasi deb, ya'ni ana bir dadı bilak bir tuqqan maytning ana bir dadı bilak bir tuqqani agar boshqa mulkimda asabalar yo'q vaqtlab qolib qolsa, agar bir olsa 6dan bir mirasning 6dan birini atı, agar birini ko'proq qilib qolsa mirasning 3dan birini atı. Ularniki şu meselede erkek olamdı, ayol olamdı, okşaş. Ayol okşaş atında, 2 kişilik ayol bir kişilik atqaşı yok. Endi muşula kaçan emelin qatı bulumu miras alamayotganı şu var. Bular hemiş almaydı mirasını. Bunun mirasını abay söz ebetik mirasını her qanday ahvalda mirasını qo'rqamayotgan faqat 6dan bor. Ata ana, bola chaqa, er-xotin muşula qana undan boshqa hammasi o'zgarib turdi. Bizi mevcut, yakını mevcut olsa nerede miras alamaydı, miras tegmaydi ona. Mavla anı bir dadı bilak bir tuqqanlar maytning balasi olib qolsaligida bu miras alamaydi. Maytning o'g'lining balasi olib qolsa, qiz olamdi, o'g'il olamdi, o'g'lining balasi olib qolsa miras alamaydi. Maytning dadasi olib qolsa miras alamaydi, maytning buvi olib qolsa miras alamaydi. Menda shekilda. Endi maytning dadasi keldi ekan. Maytning dadasi agar maytniki o'g'li olib qolib qolsa, maytning dadasi mirasning 6dan birini atı. Agar maytning o'g'lining o'g'li olib qolib qolsa-mu, 6dan birini atı.
Agar metning qizi bo'lib qolsa yoki o'g'ilning qizi bo'lib qolib qolsa-mu, yana 6 dan birini atı. Lekin anda qiz ya qizning qizi bo'lib qolgan chaqda o'g'il bo'lmay, qiz bo'lib qolgan chaqda bu chaqda metninki dadisi qapqog'ini atı. Asaba o'tdi u chaqda. O'g'il bo'lmasa, o'g'ilning o'g'lan bo'lmay qolib qolsa, asabalik ikkinchi Mersin'in qapqogan mirasini elish huquqi dadiga o'tkaziladi. Ve buva hamda dadning dadisi, dadi yo'q chaqda. Buva. Agar dadi o'lib qolsa, bu miras tegmaydi. Dadi yo'q bo'lsa, dadi o'lib qolgan bo'lsa, buvisi qolgan bo'lsa, dadi o'xshash. Yuqorida so'zlab o'tgan dadining hukmine o'xshash. Faqat men o'xshamayotgan bir tarafi hamda onaniki, masalan, ba'zida onaga miras qaytarib bitgan masalan bor. Bu bek murakkab masalalar. Onaga miras qaytarib bitgan. Yani bilek mirasni atgan bilek adam yo'q chaqda, shu mirasni yine başqa atgan hech qanday asabasi, hech qanday o'tgan bo'lmaganda uni qaytarib bitgan bir ish bor. Shu chaqda bu dada bu dada o'xshamaydi. Shu vaqt faqat bir masala gina. Endi onaning masalasi bayon qilaylik. Ona onaga agar onaniki balasi olib qolib, agar metning balasi olib qolib qolsa onaga ona degan gapimda, cho'ng ona degan gapimda. Ya'ni metning onasi demakchi. Metning onasiga agar metning balasi olib qolib qolsa 6 dan 1 digidi. Agar metniki, yani metning balasi yoki o'g'ilning balasi olib qolib qolsa, onasiga 6 dan 1 digidi. Agar u bala agar endi nima deganki, agar balasi yo'q ekan, metning balasi yo'q ekan, lekin ikkidan yuqori o'g'il qiz qarindoshlari ekan metning. O'g'il qiz qarindoshlari olib qolib qolsa, yana oniga 6 dan 1 digidi. Agarda metniki faqatlam bir dana o'g'il yoki bir dana qiz qarindosh faqatlam bir qarindosh ekan. Bir qarindosh olib qolib qolsa, u chaqda oniga 3 dan 1 digidi. O chaqda oniga 3 dan 1 digidi. Agar ikkidan yuqori qarindosh olib qolsa metniki ana bir dada bir yoki dada bir qarindosh olib qolsa, shu yoki shu chaqda ana qanchani atı 6 dan 1ni atı mirasdan. Endi onaniki miras atgan ishi sal murakkabroq. Masalan, ona ashula hech qaysi bo'lmasa 3 dan 1ni atı masalan. O'g'il bola bir tuqqanlar bo'lmasa metning 3 dan 1ni kamil 3 dan 1ni atı mirasdan, shu kubini 3 dan 1ni atı. Lekin agar metning iyi qilib, metning iyi bor ekan, metning iyi qilibdi, ayoli o'lib qolgan bo'lsa, shu chaqda ana, metning onasi qanchani ata, iri ap bo'lgan, iri yermini ati u chaqda. Iri yermini ap bo'lgandan keyin qolgan 3 dan 1ni ati. Ha 3 dan 1ni, undan keyin qolgan 3 dan 2 qismini dadasi ati daqa. Dadasi ati, metning dadasi ati. Xotin agar xotin bo'lsa shunday. Dastlabda xotinnikini xotini yolg'iz o'zi 4 dan 1ni atı, 4 dan 1ni artib bo'lgandan keyin qolgan ota-onaniki onasi 3 dan 1ni atı, dadasi qolgan 3 dan 2sini atı. Shu chaqda er kishiga 2 kishilik, ayol kishiga 1 kishilik tekkan bo'ldi. Agar unday qilmay, dastlabda shu hammaga chatsa, umumiy mirosdan chatsa, u chaqda er kishiniki haqqi, ya'ni dadasining, metning dadasining haqqi, metning onasining haqqini oz qoldi. Bu Qur'ondagi dastlab umumiy qoidaga er kishiga 2 kishilik, ayol kishiga 1 kishilik degan qoidaga xilof bo'lib qoldi. Endi xo'sh, muma endi muminiki miros qanday desam, muma onasi ona yo'q chaqda yoki dadasi yo'q chaqda mumaga 6 dan 1 tegdi masalan. 6 dan 1. Dadining onasi olsunma yoki dadining onasi olsunma yoki onaning onasi olsunma, metniki onasining onasi olamtu yoki metning dadasining dadasi olamtu, 6 dan 1. Qancha jiqilib ketsimi, shu 6 dan 1 shu o'rtaq shirk taqib beriladi. Endi cho'ng mumisi masalan, mumisni cho'ng mumisi bo'lsa, cho'ng mumisi miras olmaydi. Cho'ng mumisi bo'lsa, undan nariga miras olmaydi. Bu qoida kulli, umumiy qoida. Yaqini, yilqini cheklab qo'ydi mirasdan. Endi erniki mirasi kishi agar erniki metning kishi agar ayoliniki shu erga o'gay olsun yoki o'gay olmasin balasi olib qolib qolsa, mirosning 4 dan 1ni atı. Balasi olib qolsa, mirosning 4 dan 1ni atı. O'g'ilning balasini hisob. Bala deganga o'g'il qiz hammasi hisob shunga. O'g'ilning balasini hisob, metniki balasini hisob.
Agar bola solmay qolsa, shu ayolniki bola solib o'lib qolgan mayit ayolning bola solmay qolsa, er kishi ayoliniki mirosidan yarmini oladi. Agar endi o'lib qolganda er kishi o'lib qolsa, er kishining ayoli agar ayolning shu bola solib qolsa yoki o'g'lining bolasi nevrisi o'lib qolsa, o'g'lining bolalari o'lib qolsa, ayol kishi 8 miros eridan 8dan 1 oladi mirosini, 8dan 1 oladi. Bu ayol kishi 4 o'lib qolsa, 3 o'lib qolsa, 2 o'lib qolsa, 1 o'lib qolsa o'xshash. Mirosini tang bo'lishi turmuş 8dan 1 mirosini. Agar bolasi maytniki agar shu nimaning bolasi bo'lmasa hamda o'lib qolgan maytniki bu ayollarga üvey olsun yoki üvey olmasin, bolasidan bo'lmasa bu ayol bir ayol olsun yoki 4 ayol olsun mirosniki 4dan 1ni oladi. Erining mirosining 4dan 1ni oladi. Endi asaba deganda siz yine ahirda sizlar bitir. Eng muhim masala shu. Mirosniki qolib qolgan qismini olganlar. Asaba degan. Asaba degan kim desa, asaba degan ular bo'lsa, shu Alloh taolo Qur'oni Karimda tafsili bayon qilgan 26dan 1, 8dan 1, 4dan 1, 3dan 1, 3dan 2 degan 6 dona belgilemini Alloh taolo bayon qildi. Shu 6 miqdor, shu 6 miqdordan oshgan merosni oladigan kishi nima? Asaba deb ataladi. Asaba deb ataladi. Ularniki eng yaqini asaba degan hamda bir necha o'tu. Eng yaqini kim? Chunki asaba degan gap aslida jamat degan gap, asaba degan jamat degan gap. Jamat vozliq degan gap, asabiya deb aytadi. Jamat vozliq degan gap. Shu erniki o'g'il jamiyati dedik, ma'nosi, lug'at ma'nosi. Endi bu kimlar desa, asabaning eng yaqini payg'ambar alayhisalom merosni alhiqu payg'ambar deganki merosni shu Xudoyim Qur'onda bayon qilgan odamlarga taqib bo'lib, unda ish qilganni shu erniki o'g'il jamiyatining eng yaqiniga beringlar degan payg'ambar alayhisalom. Mana shu eng yaqin jamiyat, bu eng jamiyatga o'g'il jamiyat degan kim degan asaba degan ularning eng yaqini o'g'il. Birinchisi o'g'il degan gap endi. Andikin o'g'ilning o'g'li. Agar o'g'il bo'lmasa, o'g'ilning o'g'li atu. Ya'ni o'g'ilning o'g'li. Agar o'g'ilning bo'lmasa, o'g'ilning o'g'li. Panar, kukunlar va ketetamdi. Ama bu birinci asabanın birinci derecelik asabalar. Endi agar buni o'tdash bolasi yo'qkan maytning, o'lib qolgan maytning bolasi bo'lmasa, ikkinchi qilib dadisi atu. Ya'ni dadisi. Agar maytning dadisi bo'lmasa, dadisining dadisi atu, ya'ni bobbisi atu. Bobbisi bo'lmasa, bobbisining bobbisi ketadi. Endi andiki agar buni dadisi yo'qkan, bobbisi yo'qkan, faqat bo'lmasa maytniki qarindishi atu. Dadi bir, ana bir qarindishi. Dadi bir, ana bir qarindish, o'g'il qarindish, qiz qarindish, o'g'il qarindish atu. Andikin agar metning dadi bir ana bir o'g'il qarindish bo'lmasa, metning dadi bir ana bilak, dadi bir qarindish atu. Mishada ana bilak, dadi bilak degan gap bir tuqqanligini ham ta'sir ko'rsatdi. Lekin mana nima ta'sir ko'rsatmaydi. Metning o'g'ilda, metniki o'g'li bo'lsa, maniki dadisi, maning onasi bilak bo'lsa, dadisidan bilan bo'lsa, maning onasi bilak bo'lsa ta'sir ko'rsatmaydi unga. Anası bilak olsa, dadisidan bir olsa mirasını okşaş. Öyle bütün metniki. Metnin balları lekin bir tukan qarindoshlar ta'sir ko'rsatdi. Asaba bo'lishdi mesela. Dastlabda ana bir dadi bir metnin bir tuqini asaba o'tu. Agar u bo'lmagan chaqda andan metnin dadi bir tuqini asaba o'tu. Andan keyin agar u bo'lmagan chaqda metnin ana bir dadi bir tuqinning o'g'li. Andan keyin dadi bir tuqinning o'g'li. U bo'lmasa andan keyin tog'alar. Metniki ya'ni bobbisining bolasi, ya'ni metning tog'alari, ya'ni dadisining bir tuqqanlari. Andan keyin u bo'lmasa metning dadisiniki tog'alari. Andan keyin bobbisining tog'alari. Andan keyin o'lim bo'lmay qolib qoldi, u hech qasi bo'lmagan chaqda ozod qiluvchilar. Ozod qilgan metni ozod qilib ozodkorlik huquqi odam. U endi hozir tukallik anda maslahat yo'q endi. Andan keyin ozod qiluvchiniki jamoat emas, shu tartib bo'yicha modamdi. Demak, asaba degan mushular. Agar bu asabadan hech kim bo'lmagan chaqda miros rad qilib qaytariladi. Miros shu dastlabki farz bo'yicha og'a odamlarga radda bir qoida bor. Avval radda bir qoida bor mirosda, uni tushunib bilmaysizlar. Shu qoida bo'yicha shu miros og'aga qaytariladi. Agar shu atgan kishilar bo'lmasa, u vaqtida zul arham aynda qilib umma atqanlar bo'lmasa, endi yenib eng oxirida nima at, kim atdi? Hukumat xazinasi atdi. Agar u hech kim atgan, hech nimasi bo'lmasa, u chaqda hukumat xazinasi atdi. Davlat xazinasi. Musulmon islom davlat xazinasi atdi. Endi
Kur'an-ı Kerim'de bulardaki atkan ülüşü nesibesi 23'ten 2'si deb atalganlar. Bular hemmesi üzündeki qarindoshlar bilan nimaga aylanadi? Asabaga aylanadi. Qarindoshlar bilan asabaga aylanadi. Bundan g'ayri asabaga aylanmaydi. Hamda zul arham degan anani tuqqanlari, qiz tuqqanlari degan hamda. Zul arham degan qiz tuqqanlar, anani tuqqanlari mesela anisi, qiz singlisi, qizning qizi, tag'iz anisiniki bir tuqqanlari degan hammasi zul arham bo'tu. Bular asabatdan bo'lmagan tuqqanlar hammasi zul arham qatoriga kirdi. Bu ashabul faraid mu emas bular. Bularning tartibi shu asabat tartibi bo'yicha agar asaban bo'lmagan chaqda shu zul arhamga miras shuluqatu. Demak, endi bizniki xulosa kalam ifodai maram mana shu tafsili bayon qilgan bo'ldik. Mirasning ahkomlarini Alloh subhanahu va taolo va taqaddas 5 ta umumiy qoidani qo'ydi. Er kishi 2 kishilik, ayol kishi 1 kishilik deb. Uning kenidan dastlabda o'g'il qizniki hukmini bayon qilgan bo'ldi. O'g'il yolg'iz bir o'g'il bo'lsa hammani oti. Agar yolg'iz qiz bo'lsa yarmini oti. Agar 2 qiz bola bo'lib qolsa mirasning 3 dan 2sini oti. Agar bir qiz bir o'g'il qolsa desa mirasning 3 dan 2sini o'g'il, 3 dan 1ni qiz oti. Agar boshqalarni tegmaydi o'joqda. O'g'il qiz qolib qolsa. Uni kenidan ota-onanikini bayon qildi. Ota-onanikini ata-ona agar metning bola bo'lib qolsa, onasi 6dan 1ni oti. Agar metning bolasi bo'lmasa, onasi 3dan 1ni, qolgani dadasi oti. Deb uni kenidan ayolnikini bayon qildi. Nima? Ani bir tuqqannikini. Ani bir, dada bilak bir tuqqannikini. Bu agar bir bo'lsa 6dan 1ni oti, agar ko'p bo'lib qolsa, 2-2ni qo'yib qolsa, 3dan 1ni oti. Bu hammasi shu o'g'il yo'q, asaba yo'q vaqtida uni tegdi bular. Uni kenidan uni bayon qilib qo'ygandan keyin Alloh taolo er xotinnikini bayon qildi. Er kishi agar baloqsi bo'lmasa mirasini yarmini oti, agar baloqsi bo'lsa 4dan 1ni oti. Ayol kishi agar baloqsi bo'lsa 8dan 1ni, baloqsi bo'lmasa 4dan 1ni oti. Uning kenidan ana bir dada bir tuqqanlar, anasimi yo'q, bolasimi yo'q, ota-onasi yo'q, baloqsimi yo'q. Kalalaniki mirasini o'g'il qarindoshi mirasining 1ni oti, agar qiz qarindosh bo'lsa mirasiniki yarmini oti, agar 2-2ni qo'ysa 3dan 2sini oti deb shuni Alloh taolo tafsili bizga nuqtada tafsili bayon qilib berdi. Endi mana bu miras hukmlari shu texnik bundan inchki bilgisi vali ahli ilmdan berib so'sangli bo'ladi. Mana shuni bilan biz bir qadar mirasning hukmlarini bayon qilgan bo'ldik. Mirasning hukmlari Qur'onning oyatlari bilan Rasulullohning sunnati bilan, sahobalarning ijmosi bilan chigilgan miras hukmlari. Shuning bu masalada asos jihatdan ixtilof yo'q. İslam dinidagi eng ixtilof az bo'lgan, yo'q bo'lgan masala miras masalasi. Eng inchki masala miras masalasi. Bu o't ustidagi masala, qil ustidagi. Mirasni shunga Alloh taolo deb qo'ydi. Mirasni yevag'allar, bizak aytganlar davzaqqa, joyda arqali jannatga deb Alloh taolo va'dasini deb qo'ydi, tafsili bayon qildi. Bunda tafsili bayon qilgan hech qanday hukm yo'q. Hammamizni Alloh taolo miras qoidalarida Alloh taolo ko'rsatgan bo'yicha bo'lashkili, ko'rsatgan bo'yicha amal qilib nisb qilsin. Hammalarga ilm, manfaatli ilm ato qilsin va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin.